qalbimizni tatlab ketayotgan, siqib kelayotgan shundoq bir ochiq reallik borki, biz sahobalar o'qigan Qur'onni o'qiyotimiz yo, nimishqa ulardek musulmon bo'la olmaymiz? Ular shahidlikdan iborat bu buyuk maqomga yetish uchun shunchalik ishtiyoq qilishgan va shahidlikning lazzatini tatishgan edi. Ammo bizlar nimishqa 2 rakat namozdanmi tuzuk lazzat topolmaymiz. Ular payg'ambarimiz qayerni ko'rsatsa, labbayka ya Rasululloh deb, haqiqiy yo'lmush o deb qarab shu tarafga ot salatdi. Nimani qildisa, shuni shaksiz ijro qilishatdi. Ammo bizlarcha nima uchun Qur'oni Karimni o'qish uchun boshliqimizdan, darsga berish uchun ayolimizdan so'ramay bora olmaydigan holga kelib qoldik? Buning talay sabablari bo'lishi mumkin. Ammo men eng nuqtaliq sababdan birini o'ttirib qo'ymoqchiman. U bo'lsa-mu ixlosdir. Undaqda ixlos degan nima? Ixlos degan birilish, astoydil bo'lish, ichidan chiqarib qilish deganlikdir. Masalan, biz har doim "Men xolis duo qilib qo'ying" deymiz-ku. Bu dal boshqalarni aralashtirmay, hech narsa aralashtirmay, hech kimni shirik qilmay, chin dilingizdan duo qilib qo'ying deganlikdir. Ya'ni ixlos oramizga hech bir narsani vasila qilmasdan udul Allohga bog'lanish demaklikdir. İxlas degan amallarning qabul bo'lishining eng oldingi shartidir. İxlas riyodan, shirikdan, nifoqdan xolis bo'lish deganlikdir. Mayli siz badali shuncha ig'ir, vazni shu qadar cho'ng, ya'ni meli va jini bilan jihad qilgan kishiga o'xshash yoki yil bo'yi Xitoydan haramga berib haj qilgan kishiga o'xshash amallarni qilib keting. Siz bu ishlarni boshqalarga ko'rsatish uchun yoki jamiyatdagi yuz obro'yingizni yuksaltish uchun va yoki yuqori mansablarga erishish uchun qilgan bo'lsangiz, qilgan bu amalingiz, to'lagan badallaringiz, tortgan jafo mushaqqatlaringizning hammasi sizning foydangizga emas, balki ziyon tarozingizda bo'ladi. Agar ixlossiz qilgan bu amalingiz Allohga shirik keltirishga elib borsa, dunyodagi ishlaringiz shuncha yurishgan, ko'zga ko'ringan arbob bo'lsangiz-mu, shirkka elib borgan riyokorligingiz sizning dozoqda mangu qilishingizga yetarlikdir. Dinimizda ishning qimmati va ortiqchiligi hammadan avval niyat, maqsadga bog'liq bo'ladi. Ixlos amallarning ruhidir. Ixlossiz amal ruhsiz jasadga o'xshaydi. Shunglashqa har qanday bir musulmon qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lgan ishlarini xolis niyat bilan, ichidan chiqarib ixlos bilan qilish kerak. Sizning nazaringizdagi kichik amallar Allohning nazarida cho'ng bo'lishi mumkin. Agar shu kichik amalingiz Allohga yaragan bo'lsa, sizning to'lab ketgan cho'ng badallaringizning mukofoti mushu kichik amalingiz orqali ro'yobga chiqadi. Shunga kichik amallarni kichik sanamasdan, kichik amallarni ixlos bilan, taqvolik bilan qilishimiz kerak. Ixlos bilan niyat ayrilmas bir tuqqanlardan bo'lib, amallar niyat sababli qabul qilinadi va yana shu niyat sababli rad qilinadi. Bu amallarning to'g'ri yoki xato bo'lishi niyatning to'g'ri yoki xato bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Shunga amallar Alloh rizoligi uchun xolis shaklda qilingan bo'lsa, qabul bo'ladi. Aksichi bo'lganda riyokorlik aralashgan bo'lsa, qabul bo'lmaydi. Shunglashqa amallar Allohning roziligini talab qilib qilingan bo'lsa, qandoq amal bo'lsin, mayli u diniy ibodatlar yoki bir shaxsning yo'ldagi axlatni elib axlat to'ng'iga tashlaganchilik kichik ish bo'lsa-mu, ibodat hisoblanadi. Aksichi bo'lganda ibodatlar riyoga aylanib jinoyatchi bo'ladi. Axlatni o'rniga tashlagan kishi bo'lsa, inson har qanday bir inson sifatida bo'lgan kishi qiladigan kichik bir ishni qilgan bo'ladi xolos. Ixlos nima degan qimmatlik, nima degan barakatlik. Har qanday ishga ixlos aralashadigan ozg'ina narsami ko'payib tog'dek bo'ladi. Ixlosmanlik bo'lmasa, tog'dek narsami Allohning dargohida küldek so'rilib ketadi. Shuning uchun payg'ambarimiz diningni saplasang, sana ozg'ina amalmi kifoya degan. Ana shu yaxshiliklarga beriladigan ajrlarning oz ko'pligi 10 hassidan 700 hassigacha bo'lishi Allohga iymon etgan qalblarning cho'nqur qatlamlariga yushirilgan ixlosga bog'liqdir. Niyatning doirasi ixlosdan kengroq bo'lib, deb o'tganimizdek niyat amalning xarakterini o'zgartirib o'tadi. Hatto niyat orqali odatdagi ishlarmi ibodatga, ibodatlarmi jinoyatga aylana oladi. Masalan, roza tutish uchun at deganligi so'hurlik yeyish maqsadida bomdoddan burun qo'pgan bo'lsak,
mushu niyetimiz orqali butun kunimiz ibodatga aylanadi. Agar sahar turishdagi niyetimiz cho'nglar bilan birga tamoq yeb olish uchun bo'lsa, qo'rsqimizni to'yg'izgan bo'lamiz xolos. To'g'ri amalga, to'g'ri bo'lmagan g'arazlar aralashib qolsa, azobga duchor qiladigan gunoh, ma'siyatga aylanib qoladi. Bu haqda Alloh taolo mundoq deb xitob qiladi. Fawaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un va yamna'unal ma'un. Shundoq namoz o'quvchilarga voy isit. Ular namozni g'aflat, riyo bilan o'qiydi. Ular eng aqalli o'tni yerim ishini qilmaydi. Shundoq, garchi namoz ulug' ibodat bo'lsa-mu, o'qigan kishidagi ixlosmanlik yo'qolib, riyoxorlik aralashgandan keyin u kishining o'qigan namozi yaxshilik ilib kelmaydigan o'lik shaklga, balki jinoyatga aylanib qoladi. Boshqa ibodatlarmi shuningga o'xshash ixlosdan, Allohning roziligidan ayrilib qoladi ekan, jinoyatga aylanib qoladi. Undaqda ixlos bilan o'qigan namozchi, albatta ixlos bilan o'qigan namoz insonga lazzat beradi, Alloh bilan munojatda bo'lganligidan arom topadi, rohat his qiladi. İnsanlarning duchor bo'layotgan musibatlari va sinoqlari kelib ketib turadigan bo'lg'achqa, ularning ixlosmanligimi o'zgarib turadi. Shaxsiyatchilik, maqtanchoqlik, manfaatparastlik, shuhratparastlik, mag'rurlik va maqtanishni orzu qilish xohishlari har qatim qo'zg'alganda shu kishining qalbidagi ixlosmanlikning harorati asta-asta suslashadi. Shuningdek, ixlosmanligimizni va chin e'tiqodimizni yangilab turishimiz, iymonlashib turishimiz lozim. Chunki Alloh taolo aralashmalardan xoli o'zining rizoligini talab qilishni yaxshi ko'radi. Bu haqda payg'ambarimiz mundaq deydi: ozg'ina riyomu shirk keltirganlikdir. Allohning avliyolari va do'stlarini dushman tutganlar Alloh bilan ochiq qarshilashganlardir. Shubhisizki Alloh o'zi uchun qalblarini hidoyat chiroqlariga aylantirgan, ketsa izdalmaydigan, kelsa tunilmaydigan, Allohga yushurun, xolis ibodat qiladigan taqvodor, yaxshi bandalarni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgan bandalar to'g'ri yo'lni aniq bilmay yurayotgan kishilarga hargizmi qaydab, yomonlab, qo'pollik qilmasligi, halokat zindoniga o'zini etayotganlarga qarab turmay, xolis Alloh rizoligi uchun samimiy nasihatlarni va da'vatlarni qilish kerak. Oxirida Alloh taolodan amallarimizni o'zining rizoligi uchun xolis qilib berishini so'raymiz. Oldimizda keladigan bu muborak oyda iymon etgan, savob umid qilgan holda roza tutishga va qiyomda turishga muyassar qilishini so'raymiz.